Mana keyingisi bu odam Georgiy miloddan avvalgi 483 taxminan 375 yillarda o'tgan yunonistonlik faylasuf. Notiq Georgiy Sitsiliyadagi Leontin shahrida tug'ilgan. U faylasuf Empedoklning shogirdi. 427-yildan boshlab Afina shahrida yashagan. Georgiyning quyidagi asarlari ma'lum: Yelenaga maqtovlar, ma'ruza. Keyingisi tabiat to'g'risida. Tabiat to'g'risida juda ko'p yozgan, hammasi tabiat to'g'risida deb yozgan ekanda, chunki tabiatga qiziqqan odamlar bo'lganda. Keyingisi Palamedni yo'qlab, endi bu odam haqida ekanda. Endi buni nimalaridan, falsafalaridan. Dori-darmon jismimizga qanday ta'sir o'tkazsa, so'zlar ham ruhimizga shunday ta'sir etadi. Dorilarning ba'zisi tanadagi turli xillatlarni haydasa, boshqalari goho o'limga sabab bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash ba'zi bir notiqlar tinglovchilarni qayg'uga botirsa, boshqalari ularga huzur-halovat, ko'tarinkilik baxsh etadilar. Ayrim notiqlar esa insonlar qalbiga qut'u solsalar, yana birovlari tinglovchilarda mardonavorlikni jo'sh urdiradilar. Boshqa bir toifa notiqlar yovuz so'zlar bilan tinglovchilarni rom etib, qalblarini zaharlaydilar. Mana juda yaxshi gap gapirgan ekan. Xuddi mana qalblarni zaharlab ba'zi notiqlar deyapti. Odamlarni tinglovchilarni rom etib, qalblarini zaharlaydilar deyapti. Xuddi haligi mana u g'arb foydasiga ishlaydiganlar mana butun nimani o'sha Yevropa, Amerika sehrli diyor deb odamlarni aldab, hozir mana qanday ahvolga solib qo'ydi mana. Odamlarni soliqlarda har xil haligi qog'ozbozlikni yo'q ko'rgani ko'zim degandek byurokratizmga, hatto kompyuterlar chiqib ketsa ham hamma u qog'ozbozlik, qog'oz to'pla, to'lovlar har xil nima qog'ozsiz. Oldingi paytlarda mana qog'oz Mayakovskiy yozganda qog'oz yo'q edi. U paytda kompyuter bo'lmasa ham qog'oz unaqa degan narsa bo'lmasdi. Juda yaxshi yozgan hammasi. Mana dori-darmonni ham ta'siri deyapti. Xuddi dori-darmon singari notiqlar ta'siri deganda haqiqatan odamlarni qalbini zaharlagani. O'sha yurgizib qo'ygan haligi BBC deganlari bor, Fikrat.uz degani bor, Kun.uz degani bor, yana haligi BBC nima Ozodlik degani bor, Amerika ovozi degani bor. To'lki ashar foydasiga ishlaydigan qilib pul berish, shaytonning quroli pul degandek pul bilan ularni o'ziga rom qilib, pul bilan odamlarni miyasini zaharlaydigan. Haligi zaharlasa endi ahli past haqiqatda boyagi nimada aytganda ahli zaiflar ishonib ketaverar ekan, haqiqatan sehrli diyor deb. O'zi Alloh yozib qo'ygan ochiq senlarni mana shu g'arb botuvchi nimalar, dunyo egalari dunyo deb turib ham bu yoqda dunyo uchun zaharlaydi miyani, ahli pastlar erishib ketadi dajjolga degandek haqiqatdan to'g'ri chiqyapti. Endi buni keyingisi san'at olamlari boshqa hunarlardan ko'ra ko'proq ishontiradi. San'at majburlash orqali emas, balki ixtiyoriy ravishda hammani o'z quliga aylantiradi. Haqiqatan haligi Lenin aytgandek, san'at bu haligi odamga yaxshi ta'sir qiladi. Ularni ishla kinolar deganda, odamlarda haqiqatan shunga qarab odam mehribon, bir-biriga mehribon, yaxshilik qilish haqida ko'rsatardi, yaxshilik qilardi. Hozirgi kinolarda odamlarda itdek o'ldirib ketayotgan, haligi o'g'irlik qilib ketayotgan, shunaqalarga o'rgatyapti haqiqatan. Kinolarda ham hali nimani ham g'arb bosib kelgandan keyin g'arbni nimasi bo'yicha ko'p narsalar buzilib ketdi. Kinolar ham, televideniya ham, haligi nimalar ham butun odamlarga qilayotgan haligi o'qish sistemalari ham bari